Buyuk Britaniya haqida 25 ta fakt. Buyuk Britaniya bu 4 ta davlatni o'z ichiga oladi: Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya. Poytaxti London. 8 milliondan oshiq aholi. Qirol Charlz III hozirgi Britaniya monarxi. Big Ben bu minoraning o'zi emas, balki u ichidagi qo'ng'iroq nomi. Britaniya dunyodagi eng qadimgi parlament tizimiga ega. Bu yerda mashinalar yo'lning chap tomonidan harakatlanadi. Futbol Angliyada paydo bo'lgan. Premyer Liga dunyoga mashhur. London orqali oqib o'tuvchi asosiy daryo Temza. Dunyoga mashhur film o'sha Garri Potter shu yerda suratga olingan. Eng qadimgi metro London metrosi 1863-yilda ochilgan. Oksford va Kembrij eng nufuzli va eng qadimgi universitetlardan. Britaniya funti eng qadimgi faol valyuta. Buyuk Britaniya ko'plab daho va olimlar, yozuvchilarning vatani. Dunyodagi eng mashhur guruhlardan biri The Beatles o'sha Buyuk Britaniyada joylashgan. Qirollikning a'zosi o'sha Diana butun dunyodan olgan shaxs. Shotlandiyaning milliy asbobi duduk. Uelsning ham shaxsiy maqomi bor. Buyuk Britaniya 6000 dan ortiq orollarni o'z ichiga oladi. Ob-havo har doim o'zgaruvchan, ko'proq yomg'ir yog'adi. Britanlar choyni yaxshi ko'radi. Tea Time muqaddas daqiqa. Qirolicha Elizabet II eng uzoq vaqt monarxlik qilgan. London 3 marta Olimpiadaga mezbonlik qilgan. Bu yerda parlament tizimi 800 yildan buyon faoliyat yuritadi. Tarixda Britaniya eng katta imperiyalardan birisi bo'lgan. Britaniya tarix va zamonaviylikning uyg'unligi. Mana bugungi faktlar o'z nihoyasiga yetdi.